Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Programmamizdagi bugungi sonida da'vo yo'lidagi illatlar degan temaga to'xtalamiz. Men program riyosatchisi Obulqosim Ahmadiy bo'laman. Bugungi programmamizga ustoz Abdurahmon Jamolni taklif qildik. Ustoz programmamiz uchun qimmat vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Programmamizni shu dava yo'lidan islom axloqini, axloq bilan davo ikkisini ayirib o'tishga bo'lamdi. Nurg'ulg'an insonlar bu davo yo'lida yaxshi xizmat qiladi va sizning bu nurg'ulg'an islomiy axloqlardan yiroq. Buning bir foyda ziyonlari ustida bir tushuncha bergan bo'lsalar, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamzına peygamberimizge dua salamlar olsun. Biz ötkende dava adamlarının ya köreş adamlarının ki ahlaka toxtalgan. Bir kısaca bundan koşup esap. Bu ahlak İslam'daki en mühim asaslarının biri hesaplanır. Bu imanın mevzusu, ibadetin neticesi, Müslümanlıktan takazzası. Şuna bu siyaset olsun ya ki başka faaliyet olup kalsın İslam'da bunu ahlaktan ayırıp kargını bulmayın. Siyasi hareketini ya ki siyasi faaliyetlerini ahlaktan ayırıp öteş bu İslam'ın prensiplerine zıt bir iş olganlık için, İslam'ın asas prensipine çetke, qarib etkenlik için bu ağır günah hesaplanır. Bu imanın nəhayət acizləşib, pasifləşib ketkenlikdən ki alamatını göstərir. Şunun dek bu əxlaqdan çətinləyən siyasi əqimlərin ki, ya siyasi hərəkətlərin ki İslam'ın ki nəzəriyyəsində yıraqlaşıb sekularizm yol tutub manğanlığını aniq ifadələb verir. Şuna qarindaşlarımız aniq qılıb deyimiz ki, qaysı bir siyasi hərəkət əxlaqa uyğun, qimmat qarşımıza uyğun hərəkət qilsa, bu siyasi hərəkət canlanır. Güçlünüdür, güllünüdür. Hemkarlıkta netice burada. Hemkarlık yolu açılıyordu. Neticede Allah'ın muvaffakiyetine erişiyordu. Çünkü ahlak rayıqıgan çağda haset bulmaydı, kibirlik bulmaydı, menmençilik bulmaydı, minanlam doğru başkasının hata deydiğen koşuş barlı illetlerden kurtuldu. Yani bu siyasi hareket ahlakta ayrılıp kalsa fitne fasat yüz verdi. Bugün olmasa et olmasa et. Bölünüş yüz verdi. Parçalış kaçan da olmasın bir yerde ahlak rayıqı bulgandıklar bir yerde nefs egelledi. Nefs egellegendiken, nefs pak olmaganlıktan bu hareketinin ki ya ki bu akımdaki parçalanish ahvoli ko'zga ko'rinib turadi. Endi bizningki hayotimizga eng chong krizis, ijtimoiy siyosiy hayotimiz eng chong krizis nereden kelib chiqqansa, aqida bilan ijtimoiy hayotni yoki aqida bilan siyosiy hayotni ayirib kelib ayırıp etkenlikten buşkunuk qağandığımız. En bugün siyasi hareketimiz bir yer kelmegen bolsa, birleşkini unumagan bolsa, hemkarlaşkını unumagan bolsa, bunun asaslık amillerinki biri bu siyasi faaliyetlerimizdeki ahlaktan çetnavatkanlıktan kelip çıkıvadır. Elbette bir yerde siyasi ideya, siyasi fikir, ya sağlam ana haritinin bulması birinci amil olgan bolsa, ikinci birisi hazırki biz o yolda mangan bolsa mı, bir yer kelenmesi en çok amilinin birisi ahlaknınki emel kılınmaganlıqdan kelip çıkmaganlıqdan kelip çıkmakta. Allah razı olsun. Endi şu hakikaten bu dava yollarımızda acayip bazı ağır illetler var. İllet tüzelmeyecek, millet tüzelmez degan maqal temsilimiz var. Endi bununki muş dava yoldaki bugün günümüzdeki gevdilik bir qancha illetlerden tanışıp ötsek, qaysi illetler en ağır buluvatı zamanımızda? Siyasi hareketler ahlaktan ayrılgan vaxtida bir qancha türlük ağır afet ya ağır illet şekillen. Birincisi misal tariqasida deymiz. Bazı siyasi hareketlerin ki özünü milletning birdan bir vakili deb xiyol qilishi. Men xiyol qilishim. Çünkü o'zi deydi, boshqalar qabul qilish mesiz, u ayrim bir masala. Yani bazı bir siyasi hareketlerin ki yoki siyasi tashkilotlarning ki o'zini birdan bir to'g'ri yo'lda qag'ini chataq. Qag'iniki fikr chataq, ideyasi chataq yoki yo'rlik mustaqillik yo'lini chataq deganga o'xshash o'zini birdan bir to'g'ri yo'lda qag'ini xato deb manmanchilik qilishi. Buni ig'ir afat. Yani bazı bir tashkilotlar var. Bu o'ziga a'zo bo'lmagan, mansub bo'lmagan odamlarni inkor qildi. Yomon ko'rdi. Chatga qoldi. Garchi e'tibor bo'lsa-mi, ilmiy jihatdan, qobiliyat, iqtidor jihatdan e'tibor bo'lsa-mi, faqat idoriy jihatdan a'zo bo'lmaganlik uchun chatga qoldi. Bu tashkilotchilikda yoki siyosiy harakatda yoki millatning hurlik yo'lida yuz berayotgan eng chong omillarning birisi a'zo bo'lmagandikanlar
o'zining qarinishi emasdek, o'zining qo'llovchisi emasdek, musulmon qarinishi emasdek, vatanparvar emasdek ayında bir hukmlarda bo'lgan. Yana bu illatlarning qatorida bir-birisi yiqitish o'rindigan, bir-birini e'tiborsizlash o'rindigan, bir-biriga tuhmat qildigan, sen unda qilgandikin deb yo'q yerdan yana birisiga qarchaplash o'rindigan bu illat bu Uyg'ur hareketida yoki siyosiy faoliyat maydonida avjanmoqda. Yani ahlak krizisi yüz vermekti. Buni qisqa ifodalagan vaqtida ahlak krizisi yüz vermekti bizning siyosiy harakatlarimizda. Natija nima bo'ladi desa, dushman bir tarafga qilib, tashkilotlar bir-biri bilan hapilishadigan, bir-biriga dushmanlik qiladigan, bir-biriga ziyon keltiradigan bu ofat avjanmoqda. Bu birinchisi. Gerçi ko'p narsani tilg'agan bo'lsa, birinchi ig'ir illatdan birisi. Ikkinchi bir illat bor. Siyasi hareketler yüz berayotgan siyasi hareketler kurash axloqidan yoki da'vo axloqidan ayrilib qolgan chog'da yüz berayotgan ikkinchi illat ba'zi bir hareketler yoki ba'zi bir siyasi tashkilotlar millatninki aqidasi muqaddas deb qaragan, hayotini bir qo'g'dab kelgan millatning aqidasi, millatning kimligi, millatning qimmat qarashini e'tiborga olmaydi. Bunu ço'rib tashlagan o'xshash e'tiborga olmadi, ko'zga ilmaydi. Bu eng og'ir ofatdan birisi. Zaten men bu millat uchun xizmat qilaman deydi. Bu siyosatchilarning bir qobiliyetsizligini oshkorlab qo'ydi. Qanday sen millatning qimmat qarashi hurmat qilmay turib sen millatni yetakliy olaysan bir ishga natija qozongan bo'ladi. Ham bu haqiqatan uning döttiki deymiz endi. Bu eng og'ir illatdan birisi. Millatningki aqidasi, millatning qimmat qarashi, millatning kimligiga cho'ngchilik qilish yoki uni e'tiborga olmaslik, ko'zga ilmaslik. Shuningga o'xshash ba'zi bir siyosiy tashkilotlar millatning aqidasiga hujum qilayotgan, millatning qimmat qarashiga hujum qilayotgan, millatning kimligini parchalashga tirishib o'tgan bir bo'lik odamlarni qanot ostiga qilishi, uning homiylik qilishi bu eng og'ir illatlarning birisi. Birisi o'zi deydiki, men millatning qimmat qarashi asosida ish qilaman. Millatdan kimligini qo'g'dayman deydi, masalan, ba'zi shuarlarda, ba'zi og'izlarda. Ammo amaliyot u yo'q. Shuning bilan birlikda bu millatning kimligiga, qimmat qarshi aqidasiga hujum qildigan islom dushmanlarini himoya qildi. Bu ajablanarlikdir. Ya'ni bu yerda nimadan kelib chiqdi bo'lsa, xulosalagan vaqtimizda tafsilot ketmaydi, balki hamma odam buningki javobini o'zi topa oladi. Ideyaning sog'lom bo'lmasligi va samimiyatsizlikdan kelib chiqadi. Agar bu harakatlar, bu tashkilotlar o'zining millatning qimmat qarashi asosida ish qilaman desa, men mush millat uchun xizmat qilaman desa, cho'qim bu millatning muqaddas deb qaragan narsani beshining ustida ko'tarish lozim. Millat bizni hurmatlasin, millat bizni qo'llasin deydi ekan, millat bizga pul berib madad bersin deb qarasa, bu millatning muqaddas deb qaragan narsaga qat'iy chaqilmaslik lozim. Chaqiladigan iblis bo'lsa, shayton bo'lsa, buni tashkilotidan qo'g'lab chiqarish lozim. Bu ikkinchi illat. Og'ir illatning birisi. Üçüncü birisi siyasi hareketler kurash axloqidan ayrilgan vaqtida kelib chiqayotgan omilning birisi yoki ofatning birisi nima desa, qaysi bir tashkilot bo'lsin ya qaysi bir aqim bo'lsin, o'zining ijobiy fikrini, islohot xarakterli fikrini yoki yaxshi fikrini o'ttirga tashlab, jamoatni, xalqimizni qanoatlantirib, atrofiga to'plab oldiga qadam bosishi bu eng yaxshisidir. Kim bo'lsin, bir ish qilaman degan bo'lsa, falani qilamadi. Falani bu ishning o'ttisidan chiqarmaydi desa, unda bo'lib qolsa bu xarisini o'tirib tashlasin. Millatni qoyil qilsin. Albatta buning xarisi aniq bo'lsa, ideyasi sog'lom bo'lsa, millatning iroz uyg'un kelib qolsa, o shuar to'lab daqdumboq chamasimi uzun qolmay millat qo'llaydi. Asli islohot fikrini, yaxshi fikrini o'tirib tashlab, oldiga qarab mengaverish lozim. Boshqasi andaq qildi, boshqasi bunday qildi, boshqani mijiyman demay, yana bizninki beşiği deseymen demezsen, ya yanımızdan çırağını öçürüp özlerinden çırağını yandırmayın demezsen, icabi fikirine oturup taşlap aldığı meni verse bu netice kazandı. Millet mi oylaydı? Halkının mı aklı var? Belki bir neçe kita, bir iş kişilik kita, ama doğru hata nerede? Kim hakik iş kılıvatıdı, kim çögürtüp çördü, bunu millet bildi. Ama hepsi ki köplügen teşkilatlar yüz bir vatkan illet, özünün algı besiş için, yani özünün ki siyasi hareketinin faaliyetinden canlanış için, yani bizi muşatıdığın, onu besip durduğun,
Yo'q, bu xato qilayotgan mening to'g'ri aytay jamoat, mening qishim kasangli bo'ldi. Menga tava bo'lsangli bo'ldi. deb boshqasi hujum qilish orqali o'zini o'ttira chiqarish urinayotgan eng cho'ng ofatlarni birisi. Bu ko'plagan tashkilotlar bu patqoq bu illatga chiqib qiladi bu illatga. Eng og'ir patqoqdan birisi. Aslida siyosiy xaritani o'ttira tashlab, boshqalar haflashib o'tmay, tashlab o'tib, sog'lom yo'lda ma'no uzun qolmay bo'satib chiqdi. Ammo afsuski bizga yo'q. Har qanday bir xizmat qilishning usulimi shu. Atrofdagi odamlar bilan ishmansan ishing qoladi. Bo'lib bir tashkilotchilikda bunda atrofdagi qavaydiganlarga yo chammatibman desa, o'zining g'oyasidan muhim xizmatlardan qolib qoladi, isrofchilik bo'ladi. Shundan birlikda yana bir ikki masala bor bayon qilinadigan og'ir illatlarning birisi. To'rtinchi bir illat ba'zilar o'zini birdan-bir to'g'ri yo'lda. Bu to'g'rilik nisbiy narsa. Birisi balkim 100% to'g'ri bo'lishi mumkin. Eng yuqori saviyada. Birisi 95%, birisi 90%. Demak 90% dan ustiga bo'lib qolsa olqishlashga erishadi. Garchi nisbat azroq uning bo'lgan bo'lsa-mu, shu nomer nisbat bo'yicha imtihondagi yaxshi bir natija. Ammo afsuski ba'zilar o'zini birdan-bir to'g'ri deydi. Bu nimaga o'xshaydi desa, bir zamonlarda shakllangan islomiy aqimlarning ba'zisi o'zini birdan-bir musulmon tashkilotimiz qag'inamiz zalolatda qag'inamiz ozg'un deydigan bir aqim chiqib, musulmonlarni qo'ldolatgan, ayda angsizlik, safosizlik yaratgan bir ahvol mavjud bo'lgan. Bu 80-yillar atrofida. Shunga o'xshash ba'zi tashkilotlar men birdan-bir to'g'ri yo'lda, qag'inimiz xato yo'lda, ya qag'inimiz xoin, o'chi-bo'ch deb tamg'ini basib, e'tiborsizlashtirish urinish bu eng cho'ng ofatlardan birisi. Birisi to'g'riliq nisbiy bo'ldi, ikkinchi birisini xoin deyish uchun bu yerda keskin dalil bo'lish lozim. Bizniki islom ko'rsatmasida bizning gumoni bo'yicha keskin dalil pakti bo'lib qolsa xoin deymiz, uni chiqarib tashlaymiz, supurib tashlaymiz. Agar keskin dalil bo'lmay qolsa, bir odamni xoin deyish bu og'ir xatolik hisoblanadi. Oxirgi illatdan birini olib qo'ysak, og'ir illatlarning birisi to'r dunyosida xiyoliy bir dunyo. To'r dunyosida bir-biriga shiltan atadigan. Enenkendan to'r dunyosida bir-biriga shiltan atib, hujum qilib, agash kuchlar, barmoqvoz kuchlar, uninki so'zini taqat kuchlardan iborat bu xiyoliy odamlarning ko'pligi bilan oldinib yurdigan ahvol. Amaliyat qarsa, vaqt kelib qolsa, bu odamdan nechin topqinni uqilmaydi. Chunki buniki ko'pin salohiyati aniq emas. Shu xiyoliy dunyo deydi, to'r dunyosi. Kishimi, xotin kishimi, Urumchidan besib o'tamdi, Istanbuldan besib o'tamdi, buni hech kim uqmaydi. Agar salohiyat aniq odam bo'lib qolsa, kimniki aniq odam, surati aniq ismi bo'lib qolsa, u ayrim bir gap. Shunga bu yerda bir to'r dunyosida mancha odam qo'llabdi. Mana mancha odam barmoq urib deb buni oldirib yurgan eng cho'ng ahmoqdan birisi. Bu birinchi illat to'r dunyosi yurayotgan. Keyin qarsa atrofida odam yo'q. Shunday bo'lmaydi. Yana mushundan qo'shimcha birisi yana birisi bilan qabulashib qolgan yoki bir tashkilot yana bir tashkilot bilan uqishmagan yoki surkilish yuz bergan yoki uqishmas yuz bergan yoki orasida bir masala bor deb qarsa terrorlarni ish qilib hujum qildigan sistemli holatda bu bugungi kunlikda yuz berayotgan eng cho'ng illatlardan birisi. Aslida bu masalani terrorlar bilan yoki zag'irtilib aytganda to'r chivinlari bilan hal qilgan olmaydi. To'r chivinlari yoki terrorlar ishni buzida tuzatmaydi. Gerçi ko'rinish qarsa bir yomon gapni, birisini haqoratlagan, birisini kamsitgan, birisini alan ma'lum qilayotgan gapni taqib berganda go'y manchilik odam biz bilan deydi, bu ishni buzadi. Asli amaliyotda ishni tuzmoqchi bo'lib qolsa, o tashkilotning oqsoqoli ya bu tashkilotning oqsoqoli deylik, misolga bir yerga akal choy ichib 100 turan paranglashgan vaqtida bu ko'plagan masala tugaydi ashad. Agar bir yerga kelalisa, choy ichib o'tirib, masalan nada, mening masalam nada? Nada o'rtaq nuqtamiz bor, nada o'rtaq nuqtamiz yo'q. Bu ikkisi ko'pincha holatda 100 turan bo'lib qolsa masala tugaydi. Agar unda bo'lmagan taqdirdami, to'r dunyosida faraz qilinsa, ismi aniq, salohiyat aniq, kimlik aniq bu odamni qilib qolsa, buniki bir nimalar bor. Gap qilish, xitob qilish, bayonni e'lon qilishda bir chegarasi bor. Ammo terrorlar qarsak, to'rchilar qarsak, bu axloq yo'q. Axloq bo'lmagandan buning og'zi bazab. Bu isloh qilish emas, ko'nglida men palonini qo'lladim, himoya qildim deydi. Aslida ash tashkilotga, ash fikr, ash idat eng cho'ng dushmanlik qilayotgan bu terror. Bugungi yuz berayotgan cho'ng ofatlarning birisi. Ya'ni buni qo'shimcha qilib aytgan vaqtida bu ofatlarning bir oxirgi
tor dünyasida ba'zi bir masalalar bor. İstanbulda yuz bergan. Buni İstanbul o'zininki vaziyatga qarta, sharoitga qarta, qonuniy ahvolga qarta hal qilishga tegishli masala. Buni Yevropadagi birisidan fatvo berib, u yer bu yer nasihat qilishga ehtiyoj yo'q masala. Bu miyadagi yuz bergan masala ko'pincha holatda bu qonuniy tarafdan, u bu tarafdan. Shuning o'xshash Yevropada yuz bergan bir masalani buni İstanbul so'rab kelib, İstanbul orqali hal qilaman deyish, qit'a atilib hal qilaman deyish. Bu mu to'g'ri bo'lgan usuldan birisi. Ammo afsuski bugungi kunlikda Yevropaning masalasi İstanbulda hal qilinmaydi. Chunki u yerning qonuni ayrim, sharoit ayrim, imkoniyati ayrim. Bu mu bu jamiyatni egiz ipaz qilayotgan, xalqni mashg'ul qilib avar qilayotgan illatlarning birisi. Qilib aytganchada bu 5 turlik illat eng og'ir illat hisoblanadi. Allah razı olsun. Hakikaten yaxshi ochiqlanadi. Zaten bu illetler düşmanlarımız paylanıp ketadigan gap. İnsan illeti yok, insan yok, illeti yok, teşkilat yok. İmkaniyetinin beriçi bu illetlerini tuzatishga, ıslah qilishga tirishishimiz lazım. Endi şu yuqori degandekidek axloqdan xoli bo'lib qolgan siyosiy faoliyatlar, shunga o'xshash nafsini pokizlamaslik bu da'voga qanday ziyonlarni olib keladi? Bu vaqt bir tushuncha olgan bo'lsalar. Biz musulmon bo'lishimiz bilan demoqchi bo'lgan gap so'zlarimizda, qilmoqchi bo'lgan ish harakatlarimizda qaysi bir sohada ish qilaylik, cheklim bor, siziq bor. Erkin xohlagan saklayolmaymiz. Gap qilsak halolmi, harommi deymiz. Biz sizga bir narsa demoqchi bo'lib qolsak, to'g'ri bo'ladimi, to'g'ri bo'lmaydi buni o'ylanib qilamiz. Bir narsa yozmoqchi bo'lib qolsak, hisobini qilib qilamiz ishdan keyin. Shunga bu yerda da'vo odamlari yoki kurash sohasilik odamlar yoki jihad sohasilik odamlar biz o'tgan deganimizdek bu da'vo hukmini aqidasini kuchlantirib musulmon bo'lsa, nafsini poklab, axloqini isloh qilib turmasa, bu siyosiy harakat saqlanmaydi. Nafs insonni har yo'lga boshlaydi. Shunga bu yerda nafsini poklash, axloqni ochiq qilib ma'mul qilib bu siyosiy harakat sog'lom holatda davom qilmaydi. Nafsini poklamagan chaqda, axloq rioya qilmagan chaqda bu nafs shaytonning shuning bilan birlikda dushmanninki so'qinib kiradigan eng chong darvozasiga aylanadi. Shayton bir tarafdan changitilsa, dushman yana bir tarafdan changitiladigan eng chong darvozasiga aylanadi. Nafs o'zini poklamagan chaqda, axloq rioya qilmagan chaqda eng oddiy qilib aytgan chaqda bu yerda hasad deymiz, har turli shahvatlar deymiz, keyin balki biroz ochamiz. Kibrlik, manmanchilik, bir-birimiz yaratmaslik degan o'xshash, ya qarchaplash, tuhmat chaplash bo'yicha illatlarning hammasi nafsini pokizlamoqdan, pokizlamaganlikdan kelib chiqadi. Endi bu dushmanningki foydalanib ketadigan tarafiga qarab olsak, buni ikki misol olaylik. Bu nafsini poklamagan chaqda dushman qaysi taraf paydo keladi? Insonda hamma har qanday insonda ojizlik bo'lsa ojizlik. Payg'ambardan boshqa har qanday inson ma'sum emas bizningki e'tiqodimiz. Hamma insonniki ozdir ko'pdir onunki ojizligi bor. Ammo bu ojizliklarning ikki turlik ojizlik bu o'ziga zarar bergandan sir jamiyatga, millatga, siyosiy kurashga og'ir darajada ziyon berdi. Buning birisi shahvat moyilligi. Yoki harom ishda o'zini kontrol qila olmaslik ojizligi. Agar qaysi bir odam kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zini kontrol qila olmasa, shahvat qarta nafsini poklayolmay qolib qolsa, bu dushman bugunga o'xshash biz raqobat sohasida yoki kurash sohasida surayotgan bugungidek holatda dushman o'zining josusligini ishga solish orqali qaltaq tushirishga urinishi tabiiy ahvol. O'zining josusligini ishga solish orqali siyosiy kurash ro'yini suslantirishga, ya'ni o'lakdek emas, tirakmi desa, tirakdek emas holatga kelib qo'yishga, agar qaltaq tushib qolib qolsa, besim qilish orqali ba'zi ishlardan voz kechirishga urinishi bu tabiiy ahvol. Shunga bu da'vo sabidagi odamlar nafsini pok tutishga, o'zini kontrol qilishga eng alohida ahamiyat berish lozim. Da'vo sabidagi yoki men siyosat qilaman, bu millatning, vatanning ishini qilaman degan odamlar bu masalaga alohida diqqat qilish lozim. Agar musulmon bo'lsa, musulmon e'tiqodiga ishonadigan bo'lsa. Ishonsa, ishonmasin, bu dushman har tarafdan tutadigan, so'qinib kiradigan eng chong yo'chiqlar birisi. Ikkinchi birisi iqtisod masalasi. Yoki mol dunyo masalasi kelgan chog'da inson o'zining nafsini pok tutolmay qolib qolsa, bu yerdami ilinishib qoladi, bu yerdami tutilib qolishi mumkin. Chunki dushman
O shaxsiy holat bir taraf bo'lgan bo'lsa, kollektiv holat xizmatlar, siyosiy yoki tashkillik holati bo'layotgan bunday faoliyatlar dushman pul bilan yordam qilish orqali yuganlishi mumkin. Tabiiy holatda bu pulni Xitoy ismli birisi ekkanmaydi. Bir yo'llar bilan cho'gilab keladi, hojim bo'lib keladi, Arabistondan keladi, Amerikadan keladi, Avstraliyadan keladi, yoki bir joydan keladi. Bu orqali o'zi xohlagan siyosiy harakatni o'zi xohlagan yo'linishga yuzlandir. Men pulni oldim, unda bo'lib qolsa, meniga diqqat qilsan, men deysan, men demaysan. Meni qilsan, meni qilmaysan deb yuzlandirdi. Endi siyosiy harakatning ruhini o'zining irodasiga uyg'un holatga ekib qo'ydi. Ya'ni butun cheklab etmaydi, chunki balkim biraz ehtiyoj bor yo yo'q, ya butun yo'q tanmaydi. Demak, ay xalqiliq bir ziyon ekildigan o'ziga, unda yoki ekanmay, bo'shan holatda yoki Cansız aynı holatga ekilishga urinishi bu kuchli tarixda düşmanlarninki tutqan yo'llari. Biri shunda siyosiy rahbarlarninki istil ojizligidan foydalanib, ba'zidan iqtisodiy ojizligidan foydalanib bu davoni burib o'tish. Bu tarixda ig'ir takrar bo'lgan ishlardi. Bu hamma tashkilotga tushadi bu ikki xil illat. Shunga bu yerda dushman inson nafsini pak tutmagancha dushman bu ikki turlik stili ojizlik va iqtisod mal dunyoga bo'lgan erishmanlik ya ojizlik bor. Bu ikki narsa bilan dushman so'qinib kirishga har zaman urindi. Buni ishlatish orqali siyosiy harakatdan geldan tutishga har zaman harakat qiladi. Buni unutib qolsak bo'lmaydi. Sog'lom nishondan yiroqlashtirishga o'zi iroda qilganga o'xshaydi, to'g'ri yo'lda oldiga qarab mang'il qo'ymaydi. Ideya to'qilish paydo qilish orqali ishki jidal talash tortish paydo qilib millatni asli nishondan talash tortish bilan qimmat yo'q jidal majro bilan mashg'ul qilib g'arq qiladi. Bu ikki turlik ofat intayin xatarli ofatlarning birisi. Shunga deymizki, qarindoshlarimizga biz musulmon e'tiqodida yashagan bo'lsak, musulmon bir millatning xizmatini qilamiz da'vatgan bo'lsak, g'arbning siyosiy nazariyasini doğrusak, bu yerda axloq deydigan narsa yo'q. G'arbningki bo'lsa, g'arbchi bir inson, g'arbchi bir harakat bo'lib qolsa, uning axloq deydigan narsa yo'q. Normal. İşçamda o çekemde ona nispeten filmlerde çıktığına emmiyadı bu. Ama Müslüman haltıda bir Müslüman milletke sağlam bir hizmet kıldığın insan bulup kalsa bu g'arbning siyasi nazariyasi doğru İslam'ın ahlakıga, kıymet karşı ra'y kılmasa yukarı koşa iki tarafta ilinip kalish ihtimali intayin küçük. Eğer bir ilinip kalıp kalsa, nima kelib chiqsa, ideya kirisi kelib chiqadi. Bugun biz millatga o'xshash axloq kirisi kelib chiqadi, bo'linish kelib chiqadi, parchalanish kelib chiqadi, qutblish kelib chiqadi. Oxirigacha nechilagan illatlarni, krizislarni sanag'in olgan xafalıqlar tugamaydi. Chunki buningda qarindoshlar alohida diqqat qilish lozim. Allah razı olsun, ko'p rahmat qimmatli fikrlarini bayakanlik uchun. Hurmatli ko'rarmanlar, vaqt munosabati bilan programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Keyingi sonlarda qayta uchirish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr xo'sh salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.